أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa suresi 5. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Kimki başkalarının yaxşılığı erişigi vasıtı bolsa, onunğa vasıtı bolğanlığı üçün savabdan bir nesibi boludu. Kimki başkalarga yamanlık yetkizüş üçün vasıtı bolsa, onunğa günahdan bir nesibi boludu. Allah hammege qadirdir, hammani bilib turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sizlarga bir musulmon odam salom bersa, sizlar uning salomini texmo yaxshi so'z va go'zal ifodalar bilan qaytaringlar yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Har kimga qilgan amalining savobi va gunohi yeziladi. Shaksizki, Alloh hamma narsaning hisobini olguchidir. Alloh barliq maxluqotning yakkegona ilohidir. Bo'ladiganligida qilcha shak bo'lmagan qiyomat kunida Allah barliq xaloyiqni hisob elish, mukofot yoki jazo berish uchun hisob maydoniga cho'qim to'playdi. Allohdinmi to'g'ri so'zlik hech kim yo'qdir. Ey mu'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki firqaga bo'linib ketib, bir firqa munofiqlarni o'ltirayli desa, yana bir firqa boshqacha qarashda bo'lasizlar. Allah o munofiqlarni qilmishlari tufaylidan kufrga va ozg'unlikqa tashladi. Allah qalbini hidoyatdan burayotgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Bilinglarki, Allah kimni o'z dinidan va farmoniga agishdan buravatsa, uning hidoyat tepishiga hech qanday yo'l yo'qdir. Ey mu'minlar, munofiqlar sizlarning o'zlariga kofir bo'lishinglarni, dilinglarda ishongan haqiqatni inkor qilishinglarni, shuning bilan sizlarning ashular bilan kofirlikda o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Şunu ular özlerinin imanını namayan qilishi uchun Allah yo'lida hicret qilmoqcha ularni hargiz do'st tutmanglar. Agar ular sizlar da'vat qilgan bu ishdan bosh tortsa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ldiringlar. Sizlar Allohni qayirib qo'yib, ularni o'zingizlarga yordam qilguchi yoki madadkor qilib olmanglar. Lekin sizlar bilan o'zlari o'ttirsida ahdi misoq bo'lgan bir qavmga qo'shilganlar bilan urushmanglar. Shuningdek, sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, yininglarga kelgan, sizlar tarafdimi turmagan, o'z qavmi tarafdimi turmagan kishilar bilan urush qilmanglar. Agar Alloh xolisi edi, ularni sizlarga qarshi ustunlikka ega qilib qo'yatdi. Ondan albatta mushriklar bilan birlashib, sizlarga qarshi urush qiladi. Lekin Alloh o'z fazli va cheksiz qudrati bilan sizlarni ularning yomonlik qilishidan saqladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, sizlar bilan urushmasa va taslim bo'lib sizlarga bo'ysunsa, sizlarning ularga hujum qilishinglarga qat'iy yo'l yo'qdir. Sizlar munofiqlardan yana shunda qavmni uchirtsizlarki, ular sizlarga iymonni namoyon qilib, sizlardan omonlikka erishmoqchi bo'ladi. O'z qavmiga kofirlikni oshkora qilib, ulardan omonlikka erishmoqchi bo'ladi. Ular har qachon kufri diyoriga va kofirlarning yeniga qaytarilsa, ularning ahvoli texmo nacharlashib ketadi. Agar bu munofiqlar sizlardan yiroq turmasa, sizlarga butunlay bo'ysunmasa, sizlar bilan urush qilishdan qo'l yig'masa, ularni qattiq tutinglar va topgan yerda o'ldiringlar. Bu darajaga yetgan munofiqlarni boshqa kishilardan ochiq ayirib olg'ili bo'ladi. Ularga qarshi urush qilib, ularni o'ldirishinglar yoki asirga ilishinglar uchun biz sizlarga ochiq dalil pokit turg'izib berdik. Savallikdan bo'lmaslar, bir mu'min odamning o'zining diniy qeyrindishi bo'lgan bir mu'min odamni o'ldirish haqqi yo'q. Kimki bir mu'minni savallik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ldirilguchining oilasiga diyat to'lishi kerak. Faqat o'ldirilguchining oilasining diyatni kechirim qilishi buningdan mustasno. Agar o'ldirilguchi odam Allohga va payg'ambari Muhammad alayhisalomga nozil qilingan haqiqatga iymon keltirgan mu'min odam bo'lib, o sizlarga dushman qavmdan bo'lsa, bu chaqda uni o'ldirib qo'ygan odam bir mu'min qulni ozod qilsa bo'ladi. Agar o'ldirilguchi odam oranglarda tinchlik kelishimi bor qavmdan bo'lsa, qotil uning oilasiga diyat to'laydi va bir mu'min qulni ozod qiladi. Qul ozod qilishga qurbi yetmagan odam Allohga tavba qilish yuzidan uzmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh bandalarining ahvolini azaldan obdan bilib turg'uchidir. Ularga buyurgan amr farmonlarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki bir mu'min odamni qasdan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga uchraydi. Uning rahmatidan yiroq qilinadi. Alloh uningga bu og'ir jinoyat sababli qattiq azob tayyorlaydi.
Ammo Alloh mu'min odamni jahannamda mangulik azoplamaydi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Alloh yo'lida jihad qilish uchun otlanib chiqqan vaqtinglarda qilishga tegishlik va qilmaslikqa tegishlik butun ishlaringlarda pokitga tayinib ish ko'ringlar. O'zining mu'min ekanligiga dalolat qiladigan alomatlardan birasi ko'ringan va sizlarga qarshi urush qilmagan odamning iymonini yushirgan bir mu'min bo'lish ehtimolligi bo'lganligi uchun dunyo manfaatini ko'zlab uningga sen mu'min emas demanglar. Allohning dargohida sizlarni mundoq qilishdan behojat qiladigan nurg'unlagan isil ne'matlar va katta mukofotlar bor. İlgiri islomning dastlabki chog'larida sizlarni mushriklardan qo'rqib shundoq iymoninglarni yushiratdinglar. Keyin Alloh o'z fazlidan sizlarga kuch-quvvat ato qildi. Shunga sizlar oldinglarga uchirgan kishilarning musulmon yoki emasligini aniqlab ish ko'ringlar. Chunki Alloh sizlarning qilayotgan barliq ishlaringlardan xabardordir. Eng maxfiy ishinglarni bilib turadi va sizlarga shu amalinglarga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Müminlerden özürsüz durup cihatga çıkmaganlar Allah yolunda pul mallarını, canlarını tikip cihatga qo'chilar bilan barabar bo'lanmaydi. Allah pul mallarını, canlarını tikip cihatga qo'chilarni cihatga chiqmaganlardan üstün qildi. Jannatdagi martabasini yuqori qilib ko'tardi. Gerçi Allah mujohidlar bilan özürse sebeplik cihatga chiqmagan müminlarning hammasiga jannatni va'da qilgan bo'lsa-mu, mujohidlarga katta mukofot ato qilish orqali ularni cihatga chiqmaganlardan üstün qildi. Bu katta mukofot jannatlardagi yuqori martabalar bo'lib, Alloh bu yuqori martabalarni haq yo'lida jihad qilgan mujohid bandalarga xos qildi. Alloh ularning gunohlarini mag'firat qiladi va ularga katta rahmat ato qiladi. Alloh gunohlariga tavba qilib, amalini tuzatgan kishilarning gunohlarini mag'firat qiluvchidir. Itoatman bandalarga va haq yo'ldagi mujohidlarga nihoyat mehribondir. Allah yo'lida hijrat qilishni xohlamay, kufr diyorida qilishni afzal bilib, o'zga zulm qiluvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilinadigan chaqda, farishtalar ularga qoyib, sizlar burun din xususida qaysi holatda edinglar deb savol qo'yadi. Ular biz o'z diyorimizda zulm qilingan va zolimlarga tankilanmagan edik deydi. Farishtalar ularga yana qoyib, undaqda o'z diyoringlardan chiqib, dininglarni qo'g'diyalaydigan bir xotirjam joyga hijrat qilsanglar bo'lmamdi. Allah'ның zimini kengri emasmidi deydi. Ani shularning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. O'zlarining ojizligi tufaylidan zulmga qarshi turolmaydigan, zulmning qutulishning yo'llarini bilmaydigan erlar, ayollar va bolalar yuqorqilardan mustasnodir. Ani ashu ojizlarni Allohning afu qilishidan umid bor. Chunki Alloh ularning amaliy ahvolini biladi. Shaksizki Allah bandalarının günahlarını nahayda afu qiluvchidir, ularning ayıplarını yapquchidir. Kimki Allah'ның dinini qo'g'dash uchun Allah roziligini ko'zlab kufr diyoridan islom diyoriga chiqadigan, o zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. O'z dinini kuchlantirish, dushmanlarga g'olib kelish, turmushda ozodichilik qatorliq fursatlarga erishidi. Kimki uyidan Allah'ның dinini ustunlikka ega qilish, Payg'ambar alayhissalomning yo'lini davomlashtirish niyati bilan hijrat qilib chiqib, boradigan joyga yetib berishdan burun yo'lda vafot topsa, Alloh o'z fazlidan uning amalining ajrini beradi. Chunki Alloh bandalarining gunohlarini mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir.